Great House kompaniyasi hozirgi kungacha o'zining loyihalari va xonadonlari bilan ko'plab oilalarni xursand qilib kelmoqda. Bugun sizlar bilan Buxorodagi ikkita katta loyiha, Lider turar joy majmuasi va Markaz turar joy majmuasi haqida batafsil bilib olamiz. Ketdik. Yevropa standartlariga javob beradigan liftlardan mustahkam qilib qurilmoqda va aytgancha uni ustidan bazalt bilan qoplangan. Mana ko'rishingiz mumkin. Shunchaki wow! Minora ekoloni va yana chaproq yuqori qismida park joylashgan. Tunda esa bu joy yanada go'zal va betakror ko'rinadi. 13 ta insonni bemalol qabul qiladi. Bu endi 150 kiloli emas. Atiga bir dona pasport evaziga o'z xonadoningizni xarid qilishingiz mumkin. Turar joy majmuamizni qurilish jarayonlari bilan tanishib o'tamiz. Ketdik. Shaharning markaz joyidan, lekin tinch joy bo'lishini xohlasangiz, Lider turar joy majmuamiz aynan sizga mos keladi. Farzandingiz esa o'qishga bemalol tirbandliklarsiz yetib olishi mumkin. Qilish inspeksiyasi, qurilish nazorat inspeksiyasi yonida Lider turar joy majmuamiz joylashgani bemalol isbot bo'la oladi. Ko'rib turganingiz Great House kompaniyasidan markaz loyihasi umumiy 4 ta blokdan tashkil topgan. Hozirda qurilish yakuniy bosqichda. Qulayliklarini aytadigan bo'lsam, bolalar maydonchasi, yashil hudud, favvora va undan tashqari albatta avtomobillar turar joyi mavjud. Keling siz bilan yaqindan majmuamiz haqida tanishib o'tamiz. Ketdik. Hozir biz majmuamizning old tomonida turibmiz. Bu yerda birinchi qavatlari do'kon bo'ladi. Agar siz eng zo'r joyini aytaman, birinchi qavat do'konlardan birini xarid qiladigan bo'lsangiz, uning pastki qismidagi, ya'ni podvali sizga qo'shimcha tarzida beriladi. Davom etamiz. Yuring endi majmuamizning podest qismiga. Podest qismiga o'tdik. Majmuamizning har bir blogi yuqori sifatli, ya'ni Yevropa standartlariga javob beradigan liftlardan mustahkam qilib qurilmoqda. Hozir mana ko'ramiz. Sizlarni ham tanishtirib o'taman sizlarga. Ajoyib ochilishini qarang, yo'q deydi. Bu yoqda kameralarimiz ham bor. Kim kiryapti, kim chiqyapti, xonadonlaringizga bemalol ko'rishingiz mumkin. Ko'rib turganingizdek mana 7-qavatga ham joylashib oldik. Podestlarimiz juda ham keng bo'lib joylashgan. Har bir podestda 4 ta yoki 5 ta xonadonlar mavjud. Keyingi blokka o'tadigan bo'lsak, bu blogimiz qolgan 3 ta blokdan farq qilgan holda 9 qavatdan iborat. Mana ko'rishingiz mumkin. Blogimiz sifatli g'ishtdan qurilmoqda va aytgancha uni ustidan bazalt bilan qoplangan va undan tashqari o'zgacha noodatiy ko'rinishga ega bo'ladigan fasad bilan qurilmoqda. Bu blogimizda ham mana birinchi qavati boya aytganimizdek Yevropa standartlariga javob beradigan liftlar bor, keyingi podestimizda ham bor va bu joyni ham ko'rsatib o'taylik. Majmuamizda endi hozir qurilishlar ketyapti. Biroz bo'lsa ham hamma joy tartibsiz holda, e'tibor qilmaysiz. Birinchi qavatimiz boshqa qavatlar singari do'konlardan iborat bo'ladi. Mana bu boshidan bu boshigacha hammasi do'kon bo'ladi. Endi sizlarga binomizni 9-qavatini ko'rsataman. Bu yerda bitta narsasi juda ham ajoyibki, Buxoroning eng chiroyli joylari hammasi kaftdek ko'rinadi. Ketdik. Agarda xonadon xarid qilishni xohlagan yosh oilalar bo'ladigan bo'lsa, men 9-qavatni tavsiya etgan bo'lardim, chunki buning tungi vibe nihoyatda ajoyib. Aytgancha, agarda 9-etajimizda xonadon qolgan bo'lsa, yuring men sizni xonadonimizni ichki qismlari bilan tanishtirib o'taman. Xonadonimizga kirishingiz bilan bu mana hol qismi, mana bu chap qismimizda sanuzel bor. Mana bu tomonni ham bitta ko'rsatib o'taylik. Bemalol spalni qilishga mo'ljallangan. Xonalarimiz ham keng, juda ham ajoyib va eng zo'rini ko'rsataman hozir. Ketdik. Mana bu yerni ham tanishtirib o'tay. Bemalol shu kuxnya qilish mumkin bu yerni. Sizlar ham ajoyib tarzda va bizga yoqadigan yuqoridagi aytgan gapimga isbot sifatida tungi vibe'ni aytganim. Mana ko'rishingiz mumkin. Shunchaki wow! Minora ekoloni va yana chaproq yuqori qismida park joylashgan. Tunda esa bu joy yanada go'zal va betakror ko'rinadi.
9-qavatdagi navbatdagi xonadonimiz bilan tanishib o'tamiz. Mana buni ko'rib turishingiz mumkin. Pergorodkalari ham shunaqa aniqlik bilan dizaynda ishlangan. Ko'rib odam shunaqa xursand bo'ladi-da, to'g'ri ajoyib tarzda. Va bu yerdagi xonalarimiz bilan ham tanishib o'tsak bo'ladi. Keng, yorug', shinam va bitta narsani qo'shimcha tarzda ko'pgina oilalarimiz bor, o'ziga moslab xonadonlarimizni mebellar, jihozlashlar bilan davom etadi. Bu xonadonlarimizga ishoning, har qanday o'zgacha mebellar yanada xonadonimizni ko'rkiga ko'rk qo'shadi desak ham bo'ladi. Oilaviy mehmondo'st bo'lgan xonadon egalarimiz uchun yana bir o'zgacha joyimiz bor, ya'ni balkon qismimiz. Bu yerda bemalol do'stlar davrasida ajoyib tarzda shashlik pishirib, tungi boya aytgan vaybimizda shaharni tomosha qilib, o'zgacha madaniy hordiq olishingiz mumkin. Hammasi ajoyib. Mazaligini qarang buni. Ko'rib turganingizdek, mana liftimizda tushganda ko'pchilikda g'alati his bo'ladi-ku, lekin bunda umuman sezilmaydi va ko'rib turishingiz mumkin. Liftimiz 13 ta insonni bemalol qabul qiladi. Bu endi 150 kiloli emas, albatta o'rtacha vazndagi 70-80 kiloli insonlardan 13 tasini bemalol sig'dira oladi. Agarda siz markaz turar joy loyihamizdan xonadon xarid qilishni xohlasangiz, xonadonlarimiz soni juda ham oz qolgan, deyarli 7-8 dona xonadonlarimiz mavjud. Shoshilishingizni aytib o'taman. Tez orada o'z xonadoningizga ko'chib o'tmoqchi bo'lsangiz, yaqin oylar ichida xonadonlarimiz rasman egalariga topshiriladi. Ko'rib turganingiz Great House kompaniyasining Leader turar joy majmuasi. Majmuamiz shakllanganiga hali ko'p bo'lgani yo'q. Keling, hozir sizlarni to'liqroq qilib majmua bilan tanishtirib o'taman. Ketdik. Sotuv bo'limiga kirishingiz bilan bu yerda sizni kulibgina sotuv bo'limi xodimlarimiz kutib olishadi va sizga kelajakdagi uyingizni planirovkasini, rejalarini aytaylik va qaysi qavatdaligini, sizga qaysi xonadon kerakligini professional sotuv bo'limi menejerlarimiz bu borada sizga beminnat yordam berishadi. Yuqorida aytib o'tganimdek, professional menejerlarimiz sizlarga kvadrat metrlarini, lift joylashuvlarini, xonalarni, qavatlarni hammasini ajoyib tarzda tushuntirib berishadi. Bemalol kelib ma'lumot olishingiz mumkin. Bu loyihamizning eng asosiy sizga yoqadigan tomoni hech qanday boshlang'ich to'lovsiz, foiz penalarsiz, hech qanday rasmiy ish joyisiz, atiga bir dona pasport evaziga o'z xonadoningizni xarid qilishingiz mumkin va bunday imkoniyatni faqatgina Leader turar joy majmuasi sizga taqdim etadi. Leader turar joyimiz o'zimga ham juda ham yoqadi va shunga mos ravishda stilni ham o'zgartirib olamiz. Endi birgalikda Leader turar joy majmuamizni qurilish jarayonlari bilan tanishib o'tamiz. Ketdik. Bu loyihamiz ham juda ham ajoyib. Ustalarimiz ham juda yuqori sifatli ustalar, eng zo'rlaridan va bizning g'ishlarimiz ham mana ko'rib turibsiz juda ham sifatli. Ursa ham sinmaydigan Leaderning g'ishlari mana ko'rib turibsiz. Sinmaydi hech qachon bu. Va mana bu qizil g'ishlarimizni ko'rib turibsiz. Bu shunchaki usti qizil rangda, lekin ichlari sariq, sifatli, pishiq g'isht. Ajoyib hammasi. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Binomiz qurilish jarayonlari ketmoqda. Hammasi o'zgacha ajoyib va eng bitta qiziq tomonini aytaman. Siz kuzatuvchilarga hech qachon biz yomon narsani tavsiya qilmaymiz. Leader turar joy majmuamiz ikkita blokdan iborat bo'ladi. Hozir mana birinchi blogimizni ko'rib turibmiz. Bu yerda birinchi qavati qad rostlamoqda, birinchi qavatimiz va mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Ikkinchi blogimizda ustalarimiz sifatli tarzda ishlashmoqda. Pastki qismlari ham juda ham ajoyib tarzda sifatli qurilmoqda, bemalol ishonsangiz bo'ladi. Bu majmuamiz qolgan majmualar singari yashil hududga, bolalar maydonchasi va parkovkaga ega bo'ladi. Bu majmuamizda qo'riqlash xizmati 24/7. Har bir podyezdlarimizda yana o'sha aytib o'tamiz, Yevropa standartiga javob beradigan liftlarimiz bo'ladi. Agar siz shaharning markaz joyidan, lekin tinch joy bo'lishini xohlasangiz, Leader turar joy majmuamiz aynan sizga mos keladi. Leader turar joy majmuamiz siz azizlar uchun ajoyib imkoniyatlar eshigini ochadi. Bu majmuamiz hali yangi loyiha bo'lganligi uchun jarayon bilan sekin-sekinlik bilan sizni tanishtirib o'tamiz. Hozir esa sotuv bo'limiga birgalikda qaytamiz. Ketdik.
Lider turar joy majmuasini joylashuv joyiga keladigan bo'lsak, majmua yaqinida 4 yoki 5 ta oliygohlar, maktabgacha ta'lim muassasalari, savdo markazlari, tibbiyot birlashmalari mavjud. Lider turar joy majmuasi sizga kerak bo'ladigan barcha infratuzilmalarni birlashtirgan. Barcha onalarimiz farzandlari yaqinda bo'lishini istashadi. O'zingiz ishga, farzandingiz esa o'qishga bemalol tirbandliklarsiz yetib olishi mumkin. Har bir ishning ortida ishonch bo'lishi kerak. Bizning lider turar joy majmuamiz ishonch ortida. Bunga isbot sifatida uy-joylar, ya'ni noqonuniy qurilayotgan uy-joylarni nazorat qilish inspeksiyasi, qurilish nazorat inspeksiyasi yonida lider turar joy majmuamiz joylashgani bemalol isbot bo'la oladi. Eslatib o'tamiz, siz lider turar joy majmuamizdan boshlang'ich to'lovsiz xonadon xarid qilishingiz mumkin. Bugun sizlarga qisqaroq qilib ikkita loyihamiz haqida ma'lumot berdik. Bizni kuzatishda davom eting. Agar sizni qiziqtiradigan savollar bo'lsa, fikrlaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring va bizning an'anaviy so'zimiz Great House kompaniyasida keyingi sonlarda ko'rishganda ko'rishguncha